jon kuydiryapsiz, shuncha odam davolamayapsiz. Odamlarga o'xshab soqqani qilib aptekchilardan yana dorini yozib olib turib apteka jo'natarsiz bo'lmaymi sizga? Aptekalarda odamlar qiynalib bo'ldi-da. Odamlar qiynalib, ichlari doriga to'lib, o'zimizning ota-onalarimiz ham mana hozir kasallik ko'payib ketib qoldi. Insult, infarkt, sahr, davlina, yurakdan ketayotgani juda ko'payib ketdi. Nimaga desangiz, hammasi noto'g'ri davolanish. Bir marta kelib biz odamlarga yordam qilishimiz kerak-da. Alloh taolo shuni bizga berdi. Xalqimiz ham doimiy ravishda peshonasiga yozilmaganki dori ichib o'tasan bir umr debda. Mana shu narsani qilishimiz kerakki, bizga shuni bergan ekan biz aytishimiz kerak odamlarga. Yana bitta gapingiz borki, odam ichida shifokor bor. Haqiqatdan ichki shifokor degan bormi shunda? Biz shu har bitta odamning ichida doktori bor, shuni ishlatishni o'rgatib chiqamiz va shu bo'yicha davolaymiz. Hammada bor, faqat noto'g'ri yashayvergani uchun u ishlamay qoladi. Odamlarni ichida doktor ishlamay qoladi. Doktor ishlamay qolgandan keyin u dori ichadimi, u operatsiya qiladimi, va boshqa yillab sarflaydimi, ahamiyati bo'lmaydi. Shu ichkaridagi doktor shuni uyg'otsangiz, ba'zida odam o'z-o'zini solib ketib qoladi, o'zini bilmay qoladi, solib ketgan. Bu Alloh taolo tomonidan bergan shifokor bor o'zi organizmda. Biz o'shani davolaymiz. Shuning uchun biz aytamizki, shu narsani uyg'otishni yo'lini ko'rsatamiz. Shu odam uyg'otsa, bundan keyin u odamga hech narsa kerak emas. Dori ham kerak, boshqa shunday yosharadi, tetiklashadi, energiya to'ladi, doim sog'lom bo'lishi mumkin-da. Ana shu narsaga biz erishib, odamlarga o'rgatmoqchi bo'lamiz, tushuntirmoqchi bo'lyapmiz. Qilayotganlar natija ko'ryapti, ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Hattoki o'zim onam deyapmiz hozircha. Qilgan odam natija ko'rdi. Qilgan qildi natija ko'rdi. Qilmagan odam endi biz ularga hech qanday nomimiz yo'q. Chunki shuning uchun biz ichingizdagi doktor deb aytganmiz. Masalan, siz ham ichingizda doktor bor, ishlatsangiz foyda ko'rasiz. Biz ham ichimizda doktor bor, ishlatyapmiz, foyda ko'ryapmiz. Shu o'zimiz hayotimizda qilib yurgan narsalarni odamlarga o'rgatmoqchi. Masalan, men nima qilib yuribman, shuni o'rgatmoqchiman. Nima to'g'ri, qanday qilib to'g'ri o'qilyapmiz, nimani qilyapmiz, nimani qilmayapmiz. Qachon ukol dori olganimni bilmayman. Masalan, mana 40 ga yaqinlashib qoldim mana. Shu paytgacha qachon ukol dori oldik, hech qaysini bilmayman. Shusiz yashayapmiz-ku. Xuddi shunaqa odamlar ham yashashi mumkin, shuning uchun ukol dorisiz ham yashash mumkin. Mana bizning oldimizga yosh yigitlar keladi, yosh qizlar keladi. Ukol dorini urib qiynab hammasi sog'lik to'g'ri bo'lishning o'rniga sog'lik ketyapti-da bularga. O'shaning uchun biz aytmoqchimizki, shu ichingizda doktorni uyg'oting. Oilaviy uyg'oting, bitta o'zingiz emas, oilaviy uyg'oting, oilaviy rivojlaning, oilaviy sog'lom bo'ling. Undan keyin hamma narsa bo'ladi.